Samarqand viloyat davlat arxivida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimda shaffoflikni ta'minlash hamda xodimlar o'rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan targ'ibot tadbiri o'tkazildi. 600 mingdan ortiq saylov birligidagi hujjatlar jamlangan bo'lib, ular orasida tarixiy, ilmiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega nodir manbalar ham mavjud. Hozirgi kunda hujjatlarni raqamlashtirish, ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va aholiga tezkor xizmat ko'rsatish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga arxiv tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xodimlar o'rtasida huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish, korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlari muntazam olib borilmoqda. Shu maqsadda tashkil etilgan tadbirda Samarqand viloyat Ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi vakillari ham ishtirok etdilar. Samarqand viloyat davlat arxivida o'sha arxiv jamoasi bilan umuman korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish borasida o'sha targ'ibot davra uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuv davomida men o'sha ishchi xodimlarga o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonuni hamda o'sha Vazirlar Mahkamasining mazkur yo'nalishdagi tegishli normativ huquqiy hujjatlari bo'yicha tushunchalar berildi hamda mazkur jinoyatlarga hamda huquqbuzarlikka yo'l qo'ymaslik, o'zlarining ish faoliyatlari davomida korrupsiya hamda uning huquqiy oqibatlari va mazkur jinoyatlarni sodir etganda, huquqbuzarliklarni sodir etganda o'sha qonunlarda belgilangan jazo turlari bo'yicha tushunchalar berildi hamda yana bir bor o'sha fuqarolarni o'sha umuman davlat tashkiloti, umuman davlat xizmatchilarini o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tegishli tushunchalar berib o'tildi. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan korrupsiyaning jamiyatga salbiy ta'siri, davlat xizmatchilarining mas'uliyati hamda amaldagi qonunchilik talablari yuzasidan batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olish, xizmat ko'rsatish jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash masalalariga alohida to'xtalib o'tildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bu barchamizni burchimiz hisoblanadi. Bugungi kunda o'sha korrupsiyani oldini olish maqsadida arxiv xizmatlarida ham o'zgarishlar talaygina bo'lmoqda. Buni shaxsan bugungi kunda Davlat xizmatlari markazi orqali o'sha fuqarolar tomonidan yuborilayotgan so'rovlarni ijrosini onlayn tarzda javob berilmoqdamiz. Bu o'z navbatida o'sha fuqarolarni arxivlarga tashrif buyurmasligi hamda ularni inson omili aralashmasligini ta'minlab bermoqda. Davlat arxividagi hujjatlarning raqamlashtirilishi bu o'sha hujjatlarni tezkor hamda inson omili ishtirokisiz hujjatlarning umrini yana uzaytirishga sababchi bo'ladi. Tadbir davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar oldilar hamda ochiq muloqot shaklida fikr almashdilar. Ta'kidlanganidek, bu kabi uchrashuvlar tizimda shaffoflikni ta'minlash hamda korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.